Assalomu alaykum. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan obunachilar 4-iyun sanasiga xudo xolasa Big Ben navli shaftollarni sizlarga ko'rsatib boramiz. Xudo xolasa ko'rishlaringiz mumkin. Hosiliga o'zlariga bitta baho berib o'tib ketasizlar. Bu bog'imizning yoshi 9 yillik. Qo'limda turgan meva kalibrini ko'rib turibsizlar. Kameraga qana ko'rinyapti mana. O'ta ham yirik. Bu holati katta-kattalari mana. Mevani siyrakroq qo'ysangiz bundan yirik bo'ladi. Hozirgi holati ham lekin eksport bo'lib, ichki bozorga ham, tashqi bozorga ham yaroqli holatda. Shunda ham kalibri yomon emas. Buni pishish vaqti mayda oxirlariga to'g'ri keladi. Iyunda tersangiz ham bo'laveradi, faqat sal eziltirib o'zimiz ichki bozorlarga olib chiqsangiz bo'laveradi. Narxi 20 ming so'mdan 25 ming so'm hozirgi paytda. Bu bog'da yoshi 9 yillik mana. Xudo xolasa tanalariga miskoparoslarda, gibridlarga qarshi hamma yoq sepib qo'yilgan. Hosil biz o'ylagandan ham ko'ra juda ham yuqori. Bu navlarimiz o'zimizning O'zbekiston iqlimida tajribadan o'tib bemalol sinalgan navlar hisoblanadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Holatini bitta o'zlaring like bosib ketasizlar. Qaysi navdan bog' qilishni o'ylanib yurgan bo'lsalaring, bemalol o'zimizning O'zbekiston iqlimida sharoitda issiq sovuqdan o'tgan shaftoli desam mutlaq noto'g'ri bo'lmaydi. Shu navlarimizni bemalol ekishlarni tavsiya qilamiz do'stlar. Fursatlarga buyurtma berishlaringiz mumkin. Ekran pastiga nomerlar qoldirib qo'yamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida, Yangi qishloqda do'stlar. Qiziqqanlar kelib shu navlarni ko'rishlaringiz mumkin. Bizda bundan tashqari yana 4 xil shaftoli navlarimiz bor. Hozircha nomer 1 birinchisi bo'lib turgan shaftoli shu bo'ladi, xudo xolasa. Kiloni sentinerda juda yuqori beradi. Yangi navlar ham bor. Lekin bu navlarimiz o'zimiz sinovdan o'tganligi uchun sizlarga tavsiya qilyapmiz, do'stlar. Bu navlardan juda ko'p joylarga sotganmiz. O'zimiz ham shu navlardan qilganmiz, mana hosilini qaranglar. Bir kichik tut daraxtda 100 kilodan oshiq 100 kilo meva bor. Mevasi ko'rinayotgan bo'lsa, kommentariyada o'zlaringizdan kilogrammni yozib ketinglar. Mehnatimizni qo'llab-quvvatlash uchun bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Rahmat hammalarga.